Assalomu alaykum. Joriy yil fevral oyida statistika ishlarini tashkil etish va yuritish tizimini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilingan edi. Mazkur hujjatga ko'ra prezident huzurida statistika agentligi Milliy statistika qo'mitasi sifatida qayta tashkil etildi hamda statistika ishlari samaradorligini yanada oshirishning ustuvor yo'nalishlari belgilangandi. Kecha davlatimiz rahbari Milliy statistika qo'mitasining hisoboti bilan tanishdi. Prezident huzurida bo'lgan taqdimotda soha oldiga qo'yilgan vazifalar ijrosi ko'rib chiqilish bilan birga navbatdagi ustuvor vazifalar belgilab berildi. Xo'sh, ular nimalardan iborat? Muloqotimiz mavzusi shu haqda studiyaga Milliy statistika qo'mitasi raisi o'rinbosari Zohidjon Murodovich Ziyoyevni taklif qilganmiz. Xush kelibsiz. Rahmat Farhod aka. Zohidjon Murodovich, mana statistika agentligi Milliy statistika qo'mitasi sifatida qayta tashkil etildi. Statistika ishlari samaradorligini yanada oshirishning ustuvor yo'nalishlari belgilangandi. Yangi tizim, yangi tuzilma oldiga qo'yilgan vazifalar qay darajada bajarilyapti? Avvalambor katta rahmat Farhod aka taklif uchun va bu qo'yilgan vazifalarni faqatgina o'sha tuzilmani shakli o'zgarish bilan emas, undagi mazmun mohiyatini ham o'zgartirish bo'yicha alohida topshiriqlar belgilangan edi. Bunda bir nechta asosiy yo'nalishlar ko'rsatib o'tilgan. Bunda metodologiyani takomillashtirish bilan agar buni boshlaydigan bo'lsak, u yerda kadrlar salohiyatini oshirish, sohaga raqamli yechimlarni to'liq joriy qilish masalasi va uni avtomatlashtirish orqali samaradorlikni yaxshilash, sifatni oshirish masalasiga alohida ahamiyat qaratilgan. Oddiy misol qilib, agar raqamlashtirish yo'nalishini oladigan bo'lsak, vazirlik idoralaridagi to'planayotgan ma'lumotlardan statistik maqsadda samarali foydalanish bo'yicha aniq ro'yxat belgilab berilgan va hozirgi kungacha ushbu integratsiyalarni mana 18 ta vazirlik idorani 30 dan ortiq axborot tizimlari bilan integratsiya yo'l qo'ydi. Bu nima berdi bizga? Bu 4000 dan ortiq biz hozirgi kunda tayyor ma'lumotlarni, raqamli shakldagi ma'lumotlardan foydalanyapmiz statistik maqsadda. Buni asosida, buni natijasida, pirovard natijasida tadbirkorlarga, korxona tashkilotlariga bo'lgan statistika yuki, ya'ni hamma biladi, statistika hisobotlari bu eng murakkab hisobotlardan biri. Shuni kamaytirishga biz erishdik. 17 ta hisobotni kamaytirdik. Bu umumiy hisobda 27% statistik hisobot yuklari kamaytirib bordi. Endi kelasida ham bu rejalarimizni oldinga ham davom ettiramiz. Ya'ni keyingi yilda masalan eng kamida 15 ta integratsiya tizimlarini joriy qilish belgilangan. Bunga qaysi misollarni keltirsak bo'ladi? Mana hozirgi kunda soliq idorasini nazorat kassa mashinalari bilan integratsiyamiz juda ham yaxshi samara berdi. Hozirgi kunda kuzatiladigan narx kuzatuvlarini 3 dan 1 qismi soliq idoralaridan elektron shaklda olinmoqda. Sababi soliq idoralari nazorat kassa mashinalari barcha savdo tochkalariga o'rnatilgan. Ulardagi savdo nuqtalaridan har kuni ma'lumotlar to'planadi. Shuni hisobiga biz ma'lumotlarni aniqligini oshirdik, ularni ko'proq e'lon qilish imkoniyatlarimiz yaratildi. Yana bir yaxshi yo'nalishimiz bu qishloq xo'jaligi vazirligi bilan yo'lga qo'yilgan masala. Ularni axborot tizimlari bilan mana hosil qabuli axborot tizimi bor. Hozirgi kunda mana don va paxta yig'imi bo'yicha raqamlashtirilish natijasida ulardagi ma'lumotlar endi hozirgi kunda hisobotda olinmayapti. Ikki turdagi hisobotimiz shuni hisobiga maqbullashtirildi. Bu endi hammasi avtomatlashtirilganmi bu tizimlar hammasi? Albatta, xuddi shuni hisobiga, ya'ni vazirliklar o'rtasida integratsiya, elektron ma'lumot almashinuvini yo'lga qo'yish hisobiga bu avtomatlashtirish joriy qilindi va o'sha fermer xo'jaliklari tomonidan qabul qilinadigan yiliga 3 marta topshirilardi bu hisobot. Ikkita turdagi hisobot 3 martadan 6 marta. 400 ga yaqin yirik fermer xo'jaliklari, katta klasterlar tomonidan topshiriladigan hisobot mana maqbullashtirildi. Bu ishlar yana davom ettiriladi, sababi statistika sohasi bu raqamlashtirish bilan birga rivojlantirib boriladi. Bu eng muhim bir soha, bu statistika bo'yicha masalan bu fakt sifatida ham yondashiladi-da. Mamlakatdagi mana shu statistika sohasidagi mana shu islohotlar bezga amalga oshirilmayapti. Dunyoni biz bilan muloqot qilish ham bevosita shu bilan bog'liqda. Investorni muloqot qilish ham. Hali bunga alohida to'xtalib o'tamiz. Kecha prezidentimiz huzurida bo'lgan taqdimotda nimalar taqdim qilindi, qanday bir vazifalar belgilandi? Shunga to'xtalib o'tsak.
eng birinchi navbatda oldimizda turgan ushbu farmon bilan, yil boshida qabul qilingan farmon va qaror bilan qabul qilingan vazifalarni joriy holat haqida biz hisobot berdik. Jumladan hozirgi mana gaplashganimizdek raqamli texnologiyani joriy qilish, undan tashqari tarmoq statistikasidagi yangiliklar, ya'ni undagi shu uslubiy o'zgarishlar. Biz o'tgan davrda juda ham turli yo'nalishdagi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Bu Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, undan tashqari statistika sohasi bo'yicha tarmoq baholashlarni o'tkazdik. Mana yoz oylarida dunyoning eng ilg'or davlatlari statistika organlaridan tuzilgan ekspertlar guruhi orqali bizani yordamida bizni tarmoq baholashdan o'tkazildi. Bu bizga nima berdi? Bu o'zimizning faoliyatimizni bir tashqi ko'z bilan, ekspertlar ko'zi bilan ko'rishga, undagi kamchiliklarni aniqlashga, o'zimizni oldimizga yangi vazifalarni belgilab berish imkoniyatini yaratadi. Oddiy ikkita tarmoq misolda agar ko'radigan bo'lsak, mana hozirgi kunda narx kuzatuvlari masalasi va tashqi savdo kuzatuvlari yo'nalishlarida ham ushbu metodologiya to'g'ridan to'g'ri joriy qilinishi jarayonlari boshlandi. Zohidjon Murodovich, prezidentimiz huzurida bo'lgan taqdimotda global bozorda elektron savdo hajmi jadal o'sayotganligi alohida ta'kidlandi-da. O'z navbatida milliy statistika tizimi oldiga bu sohalarni ham qamrab olish bo'yicha muhim vazifalar belgilandi. Bu masalalarning dolzarbligi nimada? Albatta, O'zbekiston dunyo hamjamiyatiga borgan sari qo'shilib bormoqda. Bu har xil yo'nalishda, bu investitsion, savdo yo'nalishi, o'tdagi bo'layotgan barcha jarayonlarga birgalikda ishtirok etish nuqtai nazaridan. Mana hozirgi kunda o'sha uslubiyotni yangilash, uslubiyotni takomillashtirish natijasida hozir biz oldinlari qamrab olinmayotgan yangi yo'nalishlarni o'zimizga statistik ko'rsatkichlarga kiritish imkoniyati yaratildi. Oddiy misol, mana hozirgi kunda O'zbekistonda IT sohasi keng rivojlanib boryapti. Undagi xizmatlar ko'lami kengaymoqda. Eng asosiysi, ushbu sohani xalqaro jamiyatdagi o'rni oshib boryapti. Frilanserlar faoliyati o'ta kengaymoqda. 1 million dasturchi dasturi katta rezonans berdi. O'zbekistondagi dasturchilar xalqaro bozorlarda o'zini xizmatlarini taqdim etyapti. Oddiy misol, hozirgi kunda biz kuzatuvimizda 10 mingdan ortiq faol frilanserlar mavjudligini, ya'ni IT sohasidagi frilanserlar mavjudligini kuzatdik va ushbu tarmoq bo'yicha alohida kuzatuv joriy qilindi. Hozirgi kunda mana 3-marotaba o'tkazilyapti bu kuzatuv. Agar buni natijalarini ko'radigan bo'lsak, tashqi savdoga, ya'ni eksport hajmi ushbu korxonalar va frilanserlar tomonidan ko'rsatilayotgan eksport hajmi 56 millionga yetdi. Bu kichkina hajmi $56 million. Bu umumiy O'zbekiston o'sha eksportini bir qismi hisoblanadi. Bu o'z navbatida statistika raqamlarda aks etyapti-da. Bu mamlakatni bu yo'nalishdagi salohiyatini ham aks ettiradi-da bu raqamlar hammasi. O'z navbatida mana shu taqdimotda iste'mol narxlari indeksini tuzishda ma'lumotlarni qo'lda yig'ish amaliyotidan voz kechib, IT va sun'iy intellekt texnologiyalariga bosqichma-bosqich o'tish zarurligi ta'kidlandi-da. Bu qanchalik muhim? Avvallari mana ko'p bozor va savdo nuqtalaridagi kuzatuvlar o'sha joyiga chiqqan holda ba'zi bir holatlarda qog'oz blankalaridan foydalanib amalga oshirilgan. Bunga katta inson resursi sarflangan, vaqt sarflangan va albatta o'sha qog'oz sarfi ham o'ta yuqori bo'lgan. Bu tarmoqqa, bu yo'nalishga raqamli texnologiyaning joriy qilinishi ham resurslarni tejash, ham sifatni oshirish, ham ma'lumotlarni e'lon qilishni kengaytirishga imkoniyati yaratildi. Hozirgi kunda mana soliq idoralarini aytdik. Undan tashqari savdo maydonchalari, elektron savdo maydonchalari bilan biz hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Ushbu savdo maydonchalaridan olingan ma'lumotlar ham narx kuzatuvlarida to'g'ridan to'g'ri qo'llanmoqda. Va qolgan, masalan, hozirgi kunda mana o'ziz aytib o'tdingiz, elektron savdo rivojlanmoqda. O'zbekistonda ham elektron savdo portallari, saytlari rivojlanib borishi natijasida biz ushbu saytlardan o'sha statistikada yangi bir texnologiyalar joriy qilish, ya'ni web scraping deydi, ya'ni web sahifani ma'lumotlarni, narx ma'lumotlarini ko'chirib olish yo'li bilan biz ma'lumotlarni shakllantirishni yo'lga qo'ydik. Masalan, oddiy misol, joriy yilda bu ishlar, bu yo'nalishda to'planayotgan ma'lumotlar 2,1 baravarga oshirildi. Oddiy bitta xizmatlar ko'rsatish yo'nalishida. Buni soni 5200 taga yetkazildi.
Ya'ni kuzatilayotgan narxlar 5200 taga oldinlari 2100 ta kuzatiladi. Lekin buning uchun biz qo'shimcha ishchi kuchi talab qilmayapti. Hammasi avtomatlashtirish hisobiga bu hajmlar oshirildi. Axborot texnologiyalaridan, sun'iy intellekt texnologiyalaridan albatta foydalanilsa, bu har taraflama ishni ixchamlashtiradi, qulaylashtiriladi, tezkorlik ta'minlanadi. Bu intilayotganligimiz ham bois shundada o'zi aslida. O'z navbatida mana milliy statistikani zamonaviy va xalqaro darajada tan olinadigan tizimga aylantirish masalasi ham ko'rib chiqildi-da. Tan olinadigan tizimga aylantirish uchun nima qilish kerak? Avvalambor mana xalqaro ekspertlarni jalb qilib, ularning fikrini, ularni O'zbekiston statistikasi, ya'ni milliy statistikasiga bo'lgan bahosini o'rganishdan biz bu jarayonni boshladik. Sababi ular tomonidan berayotgan tavsiyalar bizni kelajakda qiladigan ishimizni, strategiyani belgilab beradi. Bu jarayonda xalqaro standartlar mavjud. Statistika sohasini ham metodologik jihatdan tartibga soluvchi, ham tashkiliy jihatdan tartibga soluvchi standartlar mavjud. Bizni eng birinchi maqsadimiz, mana hozir strategiya ishlab chiqishda bu maqsadimiz aynan shu standartlarga muvofiqlashtirish bizdagi faoliyatni. Mana Jahon bankini tavsiyalari bor, Xalqaro valyuta jamg'armasi tavsiyalari bor va Birlashgan Millatlar Tashkilotining tarmoqlar kesimidagi statistikani yuritish bo'yicha o'zining tavsiyalari bor. Mana ekspertlarimiz kelgan jarayonda shu tavsiyalarga qanchalik O'zbekiston standartlar statistikasi shunga mosligini bir ko'rib chiqdik. Va hozirgi savolga men shunday javob bergan bo'ladim. Aynan shularga mosligini ta'minlash bo'yicha qilinadigan ishlar dunyo hamjamiyatida statistikaning o'rnini ta'minlab beradi deb o'ylayman. Bu albatta juda ham muhim. Dunyo bilan biz tenglashyapmiz, dunyo bilan muloqot qilyapmiz. Albatta shu dunyo standartlarida gaplashishimizga to'g'ri keladi. Kerak bo'lsa, ta'bir joiz bo'lsa, bu sohani takomillashtirish jarayonida ilg'orlar bo'lishini istaymiz-da. Bu masalada albatta bu sohani isloh qilishdan muddo ham shu aslida. Mana Jahon banki bilan birgalikda 2030-yilgacha bo'lgan davrda statistikani rivojlantirish milliy strategiyasi ishlab chiqilyapti-da. Bu nima beradi? Juda katta bir loyiha ustida ishlanmoqda. Ya'ni kelajak 5 yilda statistika qaysi yo'nalishda rivojlanadi degan savolga javob berish masalasi. Bu jarayonni boshlanishi shu xalqaro konsalting kompaniyalarining eng yirik 4 ta konsalting kompaniyasi bo'lsa, shundan birini biz jalb qilib O'zbekistonda baholashlarni o'tkazdik va ushbu kompaniya tomonidan 23 ta tashabbus va 70 ta loyiha shaklida bu tavsiyalar berildi, takliflar. Endi shularni albatta biz o'zimizni mutaxassislar tomonidan va xalqaro ekspertlarni jalb qilish orqali milliy muhitga moslashtiramiz bu tavsiyalarni va kelajak 6 oyda shu topshiriq berilgan 26-30 yillar uchun milliy statistikani rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish oldimizda vazifa qo'yilgan. Endi bu qanaqa yo'nalishlardan tashkil topgan bo'ladi? Bu eng avvalo hozir mana gaplashganimizdek uslubiyotni takomillashtirish, xalqaro darajaga yetkazish, xalqaro tavsiyalarga moslashtirish. Yana bir yo'nalish institutsional mustahkamlash. Ya'ni bu har bir tarmoq yo'nalishlarini rivojlantirish bo'yicha o'zini strategiyani ichida bandlari mavjud bo'lishi kerak, loyihalari mavjud bo'lishi kerak, vakolatlari belgilab berilishi kerak va vazifalar aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Yana bir dolzarb yo'nalish o'zimizni oldimizga qo'yganmiz kadrlar salohiyatini mustahkamlash. Sababi har bir idorada uning rivojlanishi kadrlarini salohiyati bilan belgilab beriladi. Ushbu yo'nalishda xabaringiz bor, mana tarkibimizda institut bor. Kadrlar malakasini oshirish va tadqiqotlar instituti. Shu institutni ham takomillashtirish faoliyatini qayta ko'rib chiqish bo'yicha hozirgi kunda Vazirlar Mahkamasi qarori ham tayyorlanmoqda. Bu yo'nalish ham biz uchun dolzarb hisoblanadi va shuni hisobiga 19 ta loyiha belgilaganmiz shu jarayonda. U yerda o'sha KPI ko'rsatkichlarini belgilash hisobiga kadrlarni samaradorligini eng kamida 2 barobar oshirish reja qo'yilgan oldimizga. Yana bir yo'nalish albatta transformatsiyasiz, raqamli transformatsiyasiz bu jarayonni tasavvur qilib bo'lmaydi. Barcha bosqichlarga, barcha jarayonlarga raqamli texnologiyalarni kiritish maqsad qilingan. Yana bir yo'nalish va eng muhim yo'nalishlardan biri deb hisoblayman, foydalanuvchilar ehtiyojiga mos bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etish. Hozirgi kunda statistikani aynan o'sha statistik ko'rsatkichlardan foydalanuvchilarga qulay bo'lgan shaklda ma'lumotlarni taqdim etish
sari yurishimiz kerak. Bu bo'lishi mumkin infografika shaklida yoki bir qo'shimcha dashbordlarni joriy qilish yoki kartada ma'lumotlarni taqdim etish. Ya'ni foydalanuvchi tahlil qila olish imkoniyati bo'lishi kerak. Ma'lumotlar faqatgina jadval shaklida emas, u bir foydali shaklga keltirishimiz kerak. Bu eng muhim bir masala. Albatta, mana shu xorijlik investor deymizmi, dunyoni qaysi bir o'sha qiziqayotgan, O'zbekistonga qiziqayotgan bir qaysi bir o'sha kompaniya deymizmi, xalqaro moliya tashkilotlarimi albatta O'zbekiston haqida o'rganadi endi. Statistik ma'lumotlar orqali o'rganadi. O'zbekiston eng jozibador hudud sifatida, makon sifatida ko'rib, mana investorlar oqimini yil sayin ko'payayotganini bejiz emas nazarimda. Mana shu sohadagi islohotlarning bir natijasi ochiqlik, shaffoflik ta'minlangani, bu o'z navbatida statistik raqamlarda aks etyapti. Shunday emasmi? Albatta, har bir kelayotgan investor, har bir biznesmen o'zini faoliyatini yangi yo'nalishini ochadimi yoki yangi bir biznes yo'nalishiga kirib keladimi, hozirgi kunda raqam bilan ish ko'ryapti. Avvallari kimdandir eshitgan holatda bozorni o'zi o'rgangan bo'lsa, endi katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali bu qarorlar qabul qilinadi. Faktlarga asoslangan qabul qilinadi. Aynan shu jarayonda statistik ko'rsatkichlarga bo'lgan talab kundan kunga oshib bormoqda. Foydalanuvchilarning bu talabi bizni yangi yo'nalishga qadam tashlashimizga sabab bo'lmoqda. Bizdan har safar mana ilmiy hamjamiyat ham, biznes hamjamiyati ham, hukumat ham ma'lumotlarni yangi turlarini talab qiladi va avvallari faqatgina qog'oz shaklda, jadval shaklda so'raladigan bo'lsa, endi yo'q. Talab boshqacha, talab tahliliy bo'lishi kerak. Kartalarga, ya'ni xaritaga tasvirlangan GIS texnologiyalarini qo'llagan holda, sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llagan holda bu narsalarni biz ko'rsatib bera oladigan bo'lishimiz kerak. Ayniqsa solishtirma tahlil masalasi hozirgi kunda juda dolzarb. Ikkita, uchta ma'lumotlarni bir vaqtda birlashtirish masalasi. Bu ham juda ham foydalanuvchilarga tahliliy imkoniyatni oshirishga imkoniyat yaratadi. Bu juda ham muhim bir masala bu. Mana o'zingiz ham ta'kidlayapsiz. Tahlil bevosita mana shu statistik raqamlar orqali kechadi ko'proqda. Fakt sifatida qaraladi va investor o'zini qulay bo'lgan, o'ziga shu yo'naltirishi mumkin bo'lgan sohani topa olish imkoniyati paydo bo'ladi. Yuqorida o'zingiz ham qayta ta'kidlayapsiz. Bu bo'yicha aql markazlari ishlayapti, kerak bo'lsa yirik dunyoni kompaniyalarida. Bu mamlakatimizdagi mana shu ochiqlik, shaffoflik va mana shu ta'bir joiz bo'lsa statistika sohasidagi islohotlarni bir natija sifatida qarash kerak. Jozibadorlik oshyapti mamlakatimizda investor uchun. Navbatdagi muhim bir masala bu bevosita prezidentimiz huzurida bo'lgan taqdimotda mana kelayotgan 2026-yil yanvar oyida boshlanishi kutilayotgan o'sha aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish masalasi. Bunga tayyorgarlik masalalari muhokama qilindi. Qanday vazifalar belgilab berildi prezident tomonidan? Juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Mana joriy yilning sentyabr oyida prezidentimizning maxsus farmonlari qabul qilingan bo'lsa, o'tgan davrda ushbu yo'nalishda bir qator ishlar amalga oshirildi. Bu tashkiliy ishlardan boshlaydigan bo'lsak, o'sha komissiya ishini tashkil qilish, hududlarda hududiy komissiyalar, shtablar ishini tashkil qilish bilan jarayon boshlangan bo'lsa, hozirgi kunda dastlabki bosqich, ya'ni ro'yxatga oluvchilarni ushbu jarayonda ishtirok etish bo'yicha o'qitish ishlari ham 60 mingga yaqin ro'yxatga oluvchilar va undan tashqari o'sha shtab xodimlari va o'sha vazirlik idoralaridagi biriktirilgan mutaxassislar, mas'ullarni o'qitish ishlari, ya'ni bu auditoriyani soni 60 mingdan oshib ketdi. Yana bir katta bir yo'nalish hududlarda, mahallalar kesimida tashkiliy rejalarni tasdiqlash ishlari yakunlandi. Bu tashkiliy rejani ro'yxatga olishning eng asosiy hujjati desak bo'ladi. Sababi har bir hududda qancha xonadonlar mavjud, ularda qancha aholi yashayapti degan bir ko'rsatkich asosida ularga qancha ro'yxatga oluvchilar talab etiladi. Bu narsa hisob-kitobi amalga oshiriladi va har bir mahalla kesimida tasdiqlanadi. Yana bir katta yo'nalish targ'ibot. Har bir jarayon targ'ibot bilan davom ettirilmoqda. Hozirgi kunga qadar mana sizlarning yordamingizda, hududiy televideniyalarning yordamida 3400 dan ortiq chiqishlar qilindi. Bu chiqishlarning asosiy maqsadi aholimizga oddiy tilda shu
ro'yxatga olishni mazmun mohiyati, bundan kutilayotgan maqsad, ertaga buni natijasida qanday qarorlar qabul qilinadi, nimaga foydasi tegadi degan jarayonlarni tushuntirish ishlari bilan o'tkazilyapti. Yana bir katta yo'nalish bu targ'ibotni maqsadi ro'yxatga olishda faol ishtirok etishga chaqirib qolinmoqda. Aholini ba'zi bir qatlamlarda shunday masala borki, ro'yxatga olishni natijasida bu har xil soliq naqalarga olib kelmaydimi? Buni bu savollarga javob berish va har xil tushunmovchiliklarni oldini olish maqsadida ham bu targ'ibotlar amalga oshirilmoqda. Bu juda ham muhim, albatta bu juda katta bir muhim bir tadbir. Buni yuqorida aytayotgan o'sha ma'lumotlar aytyapsiz, investor uchun jozibador bo'lishi-yu, dunyoda O'zbekistonning salohiyatini namoyon etishda ochiqlik, shaffoflik ta'minlanayotganligi bevosita mana shunday tadbirlarni juda ham bir samarali o'tishiga daxldor bevosita. Albatta shuning uchun ham ro'yxatga olish jarayonlari amalga oshirilyapti. Men bermoqchi bo'lgan navbatdagi savol bu albatta oxirgi savolimiz, vaqtimiz ham yakunlanyapti. Prezidentimiz aniq, tezkor va ishonchli statistika davlat siyosatini belgilash masalasi va sohani transformatsiya qilishni davom ettirish vazifasi yuklatilyapti-da. Buni qanday ahamiyati bor? Oldimizda belgilab berilgan vazifaning eng muhimligi soha hozirgi kunda transformatsiya jarayonida turibdi. Bu jarayon boshlandi desak ham bo'ladi. Buni jadallashtirish masalasi aynan shu strategiyaga kiritiladigan loyihalar bilan aniq belgilab berildi. Uni ichida ko'riladigan masalalar o'sha foydalanuvchilarga bo'lgan foydalanuvchilarning ehtiyojiga mos bo'lgan ma'lumotlarni shakllantirish bilan va o'sha tadbirkorlarga hisobot yukini kamaytirish bilan va jarayonlarni to'liq raqamlashtirish bilan amalga oshiriladi. Albatta bu jarayon asosida kadrlar salohiyati yotibdi. Bu kadrlar salohiyatini oshirish ham muhim vazifa qilib ko'rsatib o'tildi. Endi bu barcha vazifalarni amalga oshiruvchi loyihalar bizning strategiyaga kiritiladi va strategiyani ham birgalikda muhokama qilamiz, jamoat bilan muhokama qilinadi, ularning takliflari olinib kelasi yil tasdiqlanishga kiritiladi. Rahmat, samimiy fikrlar uchun. Vaqtimiz yakunlanyapti. Albatta mavzu juda ham dolzarb. Mamlakatimiz milliy statistika sohasida amalga oshirayotgan islohotlar bu mamlakatni taraqqiyoti, xalqimizni farovonligini ta'minlashga yo'naltirilgan muhim bir yo'nalishdagi davlat siyosati deb buni alohida ta'kidlash kerak. Bu yo'nalishdagi islohotlar davom etadi. Biz navbatdagi dasturlarimizda ham bu mavzuga yana qaytamiz. Ishtirokingiz uchun, fikrlar uchun sizga tashakkur. Muhtaram teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.